Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar, aziz yurtdoshlar. Mana bizga hozir Amerika tarvuzlari, Amerikada eng no'mradin bo'lgan tarvuzlardan bizni qo'limizga hozir keldi. Emerald firmasining aprodüser tarvuzi va Aurus firmasining aprodüser tarvuzlari. Buni juda kamdan kam dehqonlar, o'zi ekmagan dehqonlar juda kam. O'zbekistonning barcha hududlariga yaxshi tushadi. Issiq chidamliliklari yaxshi, vodiy hudud, voha hudud deyarli yer tanlanmaydi. Ichida 12,000 donadan oshiq urug' bor. Bu keyin buni hozir Aurus'da ham, Emerald'da ham gibrid tarvuzlari bizga qo'limizga keldi. Ya'ni Aurus firmasini bu Santao'yi Denver F1 bu gibrid tarvuzi ichida 1000 dona bo'ladi. Va Emerald'da tak Paradiso F1 bu ham ichida 1000 dona bo'ladi. Bu erta pishar tarvuzlar sarasiga kiradi. Va Emerald firmasini Copenhagen 100 gramli bu karamel bo'ladi. Va Aurus firmasini ham Copenhagen 100 gramli. Karamel ko'chalardan juda yaxshi bilishadi. Bu urug'lar haqiqatan kirib kelgan. Kimga qancha kerak bo'ladigan bo'lsa cheklanmagan miqdorda bor. Respublika bo'yicha ham dastlabki xizmatlarimiz bor. Pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Agrotexnikalar bo'yicha agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa ham, yerda holati biz bemalol bu savollarga bemalol javob bera olamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizning kanalimizga obuna bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.